Assalamu alaikum, hörmətli televizor köygüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdullah xəbərlər proqramını görüyorsunuz. Məzkur proqramımızda radiomuzda berilgan o'tgan bir hafta jarayonidagi Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Mən Erkin. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. 1933 yılı ve 1944 yıllarının 12 noyabr günleri kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin dünyaya gelgen hatır gününü hatırlaş murasimi dünyanın her qaysi joylaridagi Uyghur muhacirleri arasında dağdığılık ötküzüldü. Hatırlaş faaliyetlerinde Uygurlarning devlet kuruş tarihi yeni bir qitim eslendi. Şunun bilen bir vaqtda tarixdagi açıq savaqlar ve tecrübeler xulaslandı. Bu xil faaliyetler arqılıq muhaciratdagi Uyghur ösmirlərinin milli kimlik, tarix düşünceleriga yeni məzmunlar qoşuldu. Uyghur muhibitləri bu vaqt fikir bildirib, bu xil faaliyetlərinin özü Uyghurlarga ularning kimligini əsiltadigan mühim əskertmiş ekanligini. Muşunun özü Uyghurlarning aman öz-özüge xo'ja bo'ladiganligining beshart ekanligini bildirdi. Yakından bu yan xalqaranın zor diqqətində bolayotgan lagerlardakı milyonlagan tutqunlarning lagerlarga qo'shni joylardagi zavodlarda majburiy emgak silinayotganligi haqida ko'plagan uchurlar o'tirg'i chiqishga boshladi. Buningga masalda mushu xildagi tutqunlarning emgaki badiliga ishlab chiqarilgan zo'r miqdordagi yenik sanoat buyumlari Amerika tamojnasida to'xtatib qo'yildi. Ammo Xitoy hukumati o'zlarining lager tutqunlarini majburiy emgak silayotganligini qat'iy inkor qilmoqda. Muxbirimizin bu vaqtdagi ahvol aniqlashi jarayonida Qashqarning Yengishar va Yengisar noyalaridagi lager tutqunlarining shu joydagi Qumushgul to'qimchilik fabrikasida ishlatilayotganligi oshkorlandi. Xitoy hukumati zo'r mablag' ajratgan bir yo'l bir belva qurilishining Yevropaga boradigan tunji yuk poyezi o'tgan hafta Turkiya poytaxti Anqaradan o'tdi. Türkiye ve Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bu munosabat bilan buning qanday zo'r ahamiyatga ega ekanligi haqida so'z qilayotganda ijtimoiy taratqularda bu haqda ko'plagan munozaralar paydo bo'ldi. Analizchilar bu haqda fikr bildirib, Xitoyning bu xildagi hamkorlik ta'siri davomli kengaysa, uning Turkiyaga og'ir salbiy oqibatlarni olib keladiganligini ko'rsatdi. Uyg'urlar uchrayotgan zulmga qarata dunyoning texmi zo'r qo'llashini qo'lga keltirish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa xalqaro munbarlarda faol harakatlarda bo'lmoqda. Berlin temiji qilganligining 30 yillik xotirasi uchun Berlinda chaqirilgan Korbir dunyo liderlari dialogi yig'inida Dolqin Aysa Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Germaniyaning sobiq prezidenti Christian Wolff qatorliq kishilar bilan uchrashdi. 14 noyabr günü Cenve şəhərdə çağırılğan 2019 yıllık Cenve munbirida Dolqin Aysa yana Xitoyning jazo lagerleri ve yuqori texnikalik ta'qiblar meselesini nuqtaliq o'tirg'a qo'ygan. 12 noyabr günü Amerikadagi cho'ng shaharlardan biri bo'lgan Bostonda Sharq Turkiston bayrog'ini chiqarish murosimi bo'lib o'tdi. Shu kuni Massachusetts, Virginia ve başka ştatlardan kelgan Uyghur cemaati havoning sovuq ve yağmurli bo'lishiga qaramay Boston shaharlik hukumat binosi oldida Sharq Turkiston marshining jo'r bo'lishi bilan Sharq Turkistonning ay yulduzli ko'k bayrog'ini shaharlik hukumatning bayroq hodisiga chiqardi. Mazkur faoliyatning ikki qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan xotir kuniga to'g'ri kelishi muhojiratga Uyghur jamoatini to'liq xursand qildi. Shundaqla bu xil faoliyatni Amerikaning boshqa cho'ng shaharlaridami vujudga keltirish chaqiriqlari o'tirg'a qo'yildi. Buningdan 3 yil ilgari, ya'ni 2016 yili Yo'pirg'i noyisidan Turkiya safariga atlangan tijoratchi Ibrohim Qurban Urumchidan aeroplanga chiqish oldida izdiraksiz g'oyib bo'lgan edi. Yaqinda uning Yo'pirg'idagi bir qamoqxonada buningdan 2 yil ilgari jon uzganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, Ibrohim Qurban ayni vaqtda Turkiyada 2 hafta sayohati bo'lgandan keyin Yo'pirg'iga qaytib kelgan, ham qayta Turkiya safariga atlanganda Urumchida qo'lga olingan. Keyincha Yo'pirg'ida so'roq qilinib, og'ir qiyin qistoqda jon uzgan. Garchi Ibrohim Qurbanning qamoqxonada o'lganligi dalillangan bo'lsa-mu, ammo uning nima sababdan tutqun qilinganligi noma'lum holda turmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.